Salom aziz obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Internetda eng qo'rqinchli filmlarni izlab, shuni tushundimki, bu mavzuda haqiqatdan ham yaxshi toplar deyarli yo'q. Shuning uchun men sizlar uchun eng qo'rqinchli kino toplarini tayyorladim. Like va obuna tugmasini bosib qo'ying va biz boshlaymiz. Bu topni tayyorlash uchun bir necha hafta vaqt ketdi. Yuzlab horror filmlarni ko'rib chiqdim va sizlar uchun eng qo'rqinchlilarini tanlab oldim. Lekin avval kichik ogohlantirish. Bu video hammaga ham mos emas. Agar 13 yoshdan kichik bo'lsangiz, bu videoni ko'rmaslikni maslahat beraman. Xo'sh, dahshatga tayyormisiz? Endi boshladik. 10-o'rin. Mama, ya'ni ona. Bu filmning boshqa horrorlardan ajralib turadigan jihati uning kuchli hissiy ta'siri, yuqori sifati va eng qo'rqinchli filmlardan biri ekanligidir. Film o'rmondagi tashlandiq kulbada topilgan ikki qiz haqida hikoya qiladi. Ular u yerda qariyb 5 yildan ortiq yashagan. Keyin esa ularning yagona qarindoshlari Annabel va Lukas tarbiyasiga oladi. Ammo qizlar uyga kelgach g'alati voqealar boshlanadi. Ma'lum bo'lishicha, ular bu yillar davomida yolg'iz bo'lmagan. Ularning onasi bor. To'qqizinchi o'rin. Iskatel Magil, qabr izlovchilar. Bunday filmlar real hayotda ham bo'lishi mumkin degan fikr uyg'onishi mumkin. Shunisi bilan insonni qo'rqitadi. Arvohlar haqida teleko'rsatuv ishtirokchilari afsonalarga boy ruhiy kasalxonaga tashrif buyurishadi va tunab qolishadi. G'alati voqealarga sabab bir kecha bino ichida qamalib qoladi. Qahramonlar haqiqiy arvohlar bilan to'qnash keladi. Voqealar nima bilan tugashini kinoda bilib olishingiz mumkin. Aytgancha, bu va boshqa kinolarni meni Telegram kanalimda ko'rishingiz mumkin. Havola video ostida. I'm gonna document everything because when we get out of this place, people are gonna want to see this. Matt and Houston are gone. We just need to focus on finding Leo. Hey, who are you? How come you? 8-o'rin. Ko'zgu. Oddiy ko'rinadigan narsa ko'zgu qanday dahshat manbaiga aylanishi mumkinligini ko'rsatadigan film. Ben Carson politsiyadan bo'shatilgandan keyin yonib ketgan savdo markazida qorovul bo'lib ishlaydi. Tungi navbatchilik paytida Ben oynalardan g'alati va tushuntirib bo'lmaydigan hodisalarni ko'ra boshlaydi. Avvaliga bu unga shunchaki tasodifdek tuyuladi, ammo vaqt o'tishi bilan u oynalar ortida dahshatli sir yashiringanini anglaydi. Afsus, endi esa bu yovuz kuchlar nafaqat uni o'zini balki yaqinlarini ham nishonga oladi. Yettinchi o'rin. Yovuz murdalar, qon, jinlar va to'xtatib bo'lmaydigan dahshat. Aynan shular bu filmni zamonaviy horror janriga eng yorqin vakillaridan biriga aylantirgan. Film voqealar shahardan uzoqda, o'rmon bag'ridagi eski kulbada boshlanadi. Bir guruh do'stlar bu yerga dam olish uchun kelishadi, ammo tasodifan topilgan qadimiy kitob hammasini o'zgartirib yuboradi. Kitobdagi sirli so'zlar o'qilgach, uzoq yillardan beri yashirinib yotgan yovuz kuch uyg'onadi. Endi esa kulba qonli dahshat maydoniga aylanadi. Birin-ketin sodir bo'layotgan qo'rqinchli voqealar qahramonlarni omon qolish uchun kurashishga majbur qiladi. Chunki bu safar qochib qutulish deyarli imkonsiz. Он не остановится, пока не заберет тебя! Пока не заберет нас всех! Oltinchi o'rin. Dead Silence. O'lik sukuna. Qo'g'irchoqlardan qo'rqasizmi? Unda bu film siz uchun haqiqiy sinov bo'lishi mumkin. Dead Silence, O'lik sukuna. Qo'g'irchoqlar haqidagi eng qo'rqinchli filmlardan biri. Film Jamie Ashtonning hayoti bir zumda o'zgarib ketishi bilan boshlanadi. Uning rafiqasi sirli va dahshatli sharoitlarda halok bo'ladi. Jamie esa asosiy gumondorga aylanadi. Haqiqatni topishga urinarkan,
U voqealar markazida turgan g'alati qo'g'irchoq va uning ortidagi dahshatli afsonaga duch keladi. Ammo qanchalik chuqurroq qazisa, shunchalik qo'rqinchli sirlar ochila boshlaydi. Beshinchi o'rin. Emily Rose'ning Ekzorsizmi. Jin chaqirish mavzusidagi filmlar juda ko'p, ammo ulardan faqat ayrimlarigina tomoshabindan haqiqiy qo'rquv uyg'ota oladi. Emily Rose'ning Ekzorsizmi esa aynan shunday filmlardan biridir. Eng dahshatli shundaki, film real voqealardan ilhomlangan. Hikoya yosh qiz Emily Rose ustida o'tkazilgan ekzorsizm marosimi bilan bog'liq. Marosim fojia bilan yakunlanadi va ruhoniy qotillikda ayblanadi. Sud jarayonida esa oddiy jinoyat ishi asta-sekin dahshatli sirga aylanadi. Ruhoniy nafaqat o'z aybsizligini, balki g'ayritabiiy kuchlarni rostdan ham mavjud ekanini isbotlashga harakat qiladi. To'rtinchi o'rin. Paranormal faoliyat. Ba'zi horror filmlar sizni keskin sahnalar bilan qo'rqitadi. Ba'zilari esa butun film davomida bezovtalik hissini uyg'otib turadi. Paranormal faoliyat aynan shunday filmlardan biri. Hikoya yangi uyga ko'chib kelgan yosh juftlik Mika va Ketty haqida. Ular tunlari g'alati tovushlarni eshita boshlaydi va uyda tushuntirib bo'lmaydigan hodisalar sodir bo'ladi. Nimalar bo'layotganini aniqlash uchun Mika videokamera o'rnatadi. Ammo yozuvlarda paydo bo'layotgan narsalar oddiy tasodif emasligini anglagach, vaziyat tobora dahshat tus ola boshlaydi. Uchinchi o'rin. La'nat. Ba'zi afsonalarga ko'ra, inson dahshatli va zo'ravonlik bilan hayotdan ko'z yumsa, uning g'azabi va nafrati o'sha joyda qolib ketadi. Aynan shu g'oya La'nat filmining asosini tashkil qiladi. Bu oddiy horror emas, balki tomoshabinni keskin sahnalar bilan emas, balki asta-sekin kuchayib boradigan qo'rquv hissi bilan dahshatga soladi. Kimki la'natlangan uyga kirsa yoki uning siriga yaqinlashsa, dahshatli oqibatlardan qochib qutula olmaydi. La'nat esa yangi qurbonlarini birma-bir topib boradi. Ikkinchi o'rin. Sinister. Agar dahshat deganda siz doimiy bezovtalik hissi va tanangizda jimirlab o'tadigan qo'rquv qizdirsa, unda Sinister aynan siz uchun. Film mashhur yozuvchi Elson Oswald haqida hikoya qiladi. Yangi kitob uchun material izlab, u oilasi bilan bir necha yil avval dahshatli qotillik sodir bo'lgan uyga ko'chib keladi. Bir kuni u tasodifan eski video tasmalarga duch keladi. Avvaliga bu yozuvlar oddiy dalillardek tuyuladi, ammo ularning tomosha qilgan sari voqealar ortidan yanada dahshatli sir yashiringanini ma'lum bo'ladi. Tez orada Elson tushunadiki, bu uyda sodir bo'layotgan hodisalar nafaqat o'tmish bilan bog'liq, balki uning oilasiga ham tahdid soladi. Va nihoyat birinchi o'rin. Agar mendan ideal horror filmi qanday bo'lishi kerak deb so'rashsa,
ikkilanmasdan la'nat deb javob beraman. Bu film nafaqat dahshatli atmosferasi va qo'rqinchli sahnalari bilan ajralib turadi, balki real voqealardan ilhomlanganligi bilan ham yanada qo'rqinchli. Hikoya mashhur paranormal hodisalar tadqiqotchilari Ed va Lorraine Warrenlar haqida. Bir kun ulardan yolg'iz fermada yashovchi oila yordam so'raydi. Uyda tushuntirib bo'lmaydigan va tobora xavfli tus olayotgan hodisalar sodir bo'ladi. Voqealarni o'rganar ekan, Warrenlar hayotlarida eng dahshatli va xavfli ishga duch kelishadi. Endi ular nafaqat oilani, balki o'zlarini ham yovuz kuchlardan himoya qilish kerak bo'ladi. Kuchli atmosfera va unutilmas qahramonlar va doimiy tarangligi hissi tufayli la'nat horrori janrining haqiqiy durdonalaridan biri hisoblanadi. Привет. Поиграем в жмурки. Mana to'pimiz ham o'z yakuniga yetdi. Agar videoni shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, siz rostdan horror muxlisiz. Sizga qaysi film eng qo'rqinchli tuyuldi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosish va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanal rivojlanish uchun katta yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizga omad va yaxshi kayfiyat tilayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. This girl